Ya'ni narxi sizni qoniqtiradigan darajada ishlab beryapti. Mana bu hammasi switchnoy analizdan bo'ldi. Xo'p, endi bu faqatgina nima edi? Mana bu yerda ko'rsangiz ham bitta katta sotuvchilarda shami bo'lgan bilan, lekin mana bu joyda bitta tanasi bilan yopib, mana shu buzib o'tgan zonasini, mana yorib o'tgan zonani endi ana shu yerga qaytib kelishligi bilan birga nima qilyapti? Bozorda bitta o'sish bo'lyapti. Shamlar switchnoy analiz xuddi shunday qilinadi. Endi mana bu yerda ignalar bor. Ignalar qanday ishlashligini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Ignalar turibdi. Mana bu yerda igna yasalyaptiki, bular aksar holatda bir-birini yarmini to'ldiradi. Yarmi deganda mana bu ignani o'zi, mana bu boshi, mana bu oxirimi? Endi mana shuni o'rtasi yarmi, to'g'rimi? Mana shu yarmini bu har doim bo'lmasa ham 90%, 85% to'ldirib keladi. Tushunarlimi? Birinchi yangi ochilgan sham, boya aytganimizdek, masalan mana bu yerda sham ochilsa, ozgina tepaga yuradi, so'ngra pastga qarab ketadi. Mana shu nima bo'ladi? Keyin igna bo'lib yasalib qoladi. Ana shu igna yasayotgan holatida o'zidan avvalgi ignani yarmini to'ldiradi. Tushunarlikmi? Mana bu yerda bitta ko'rdik. Mana bu yerda bitta ko'rdik shu ishni qilganini. Mana bu joyda yana ko'ryapmiz. Tushunarlimi? Pastda ham xuddi shunday. Pastda ham xuddi shu ishni qiladi. Keyin bu ishini qiladi. Xo'p. Tepada ham ko'rishimiz mumkin. Bu narsani juda ko'p kuzatishligimiz mumkin. Ya'ni biz misol boshqa joylarda, nimalarda ignalarni ko'rib qoldik. Mana bu yerda misol igna ko'rdik, igna ko'rdik. Misol mana buni o'lchasak, bu o'lchaydigan oddiy instrument Fibonacci deb nomlanadi. Buni keyinchalik o'tamiz. Mana bu yerda ko'rsangiz, nima bo'lyapti? Umumiy nimani ignani uzunligi, lekin mana bu yarmi. Mana bu to'ldirgan joyi yarmi. Buni to'ldirgan, keyin pastga tushib ketgan. Ya'ni mana shunday ignalarni to'ldirishligi, shamlar o'zidan avvalgi ignalar to'ldirishligi bozor tushayotganligiga yana bitta dalil bo'la oladi yoki ko'tarilishiga dalil bo'la oladi. Mana shularga ham switchnoy analizda o'zida e'tibor bersak, biz ko'p narsani o'zi nima qilamiz, analiz qilib qo'ygan bo'lamiz. Hozirgi holatda misol kuch kimga o'tdi? Kuch mana ayiqlarda bo'lyapti. Mana bu joyda nima bor? Sotish bor. Uni tasdig'i mana bu qip-qizil sham. Tushunarlikmi? Qizil sham mana bu nimalarda ostida yopilyapti. Hamma nima zangori shamlarda ostida yopilyapti. Demak, nima qiladi hozir bu? Biz o'rgangan narsalar bo'yicha hozir nima qilgandan keyin, yopilib bo'lgandan keyin birgina tepaga manipulyatsiya, so'ng esa pastga qarab bu yo'lida davom etadi, vallohu a'lam. Mana shu narsalarga ignalar bobida biz e'tibor berishligimiz kerak. Oluvchilar bo'lsa birga olamiz, sotuvchilar bo'lsa biz sotamiz. Har doim siz ishlayotgan vaqtingizda mana shu ignalarga qarab ishlang va mana shu ignalarga qarash jarayonida siz pullaringizga qaramay, e'tibor bermang. Misol siz ko'rib turibsiz, kim oluvchi, kim sotuvchi, mana bu yerda holatlarni hammasini tushunib turibsiz. Lekin siz bozorda ichida bo'lgan paytingizda bu narsalar juda boshqa ko'rinadi, boshqacha ko'rinadi. Sotib yorsammi keyin, olvorsammi keyin degan narsa yo'q. Siz avval nimani qiling? Analizni yaxshilab qiling. So'ng esa sotib oling. Tushunarlimi? Siz hissiyotlarga berilib, boshqa narsalarga berilib hech narsani sotib olmang. Mana bu joyda bitta nima ko'ryapmiz? Igna ko'ryapmiz. Mana bu ignani biz o'rgangan narsalar bo'yicha nima qilish kerak edi? 0.5 yarmini to'ldirib, mana bu joyda yarmini to'ldirib ketish kerak edi. Bu qanday haysiyatda, qanday ko'rinishda bo'ldi? Agar boshidan yaxshi o'rganib kelayotgan bo'lsangiz, darsda hozir bir javobdan nima deysiz? Aytasizki, sham mana bu joyda ochilgandi. So'ngra pastga yurdi. Pastga yurdi, keyin mana shuni yarmini qondirib tepaga qarab ketdi. Ana shundan keyin nima bo'ldi? Bozorda
Hozir yana bitta narsa ko'rishimiz mumkin. Mana shu to'ldirgan 05 da yana bitta 05 kelib nima qildi? Uni ham to'ldirdi. Mana shunga ham yaxshi e'tibor beringlar. Mana bu 05 ni to'ldirdi, endi bu 05 ni to'ldirdi. Ya'ni nima bo'lyapti? Ignalar orasida ham to'ldirishlik tepalab boryapti. Ya'ni bozor o'sha tepalashga, yuqorilashga harakatlanyapti. Tushunyapsizmi? Endi bu yerda nima bo'ladi? Birgina mana shu yerda misol bozorga kiradigan bo'lsangiz, bitta o'sish bo'ladi. Ha, bo'pti, xo'p, bu o'sish qayergacha bo'ladi? Men qayerda qo'yaman nimaga desiz? Hadafga deydigan bo'lsangiz, undan avvalga misol mana bu joyda qarshilik zonalari bo'ladi yoki mana shunday ignalar bo'ladi. Uni keyingi darslarda o'tamiz, hadaf qo'yish bobini. Lekin hozir biz umumiy tushunib oladigan narsamiz, tushunishimiz kerak bo'lgan narsa bu yerda shamlar bo'lyapti. Agarda shamlarda mana bunday holat yopilsa, hozirgi holatdek, mana bu yerda ham igna, bu yerda ham igna, o'rtasi kichkina. Nima bo'ladi? Bu sham arosat sham bo'ladi. Ya'ni undan keyingi sham bizga javobni bermaguncha, kuch kimdaligini aytmaguncha nima qilamiz? Bozorga shunchaki qarab turamiz, qiziqmaymiz. Tushunarli bo'ldimi? Shamlar borasida birinchi dars bo'lganligi sabab tushuntirmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Ya'ni cho'zilib ketmasin. Mana bu darslarni qayta ko'rib, analizlarini tushungan narsangizni men o'rgatgandek kanalga uyga vazifa qilib tashlaysiz hammasini. Men ko'rib chiqib, inshaalloh uni javoblarini aytaman. Qay darajada tushundingiz, dars qilayotgan vaqtingizda bilinadi. Shuning uchun e'tibor bilan darsni eshiting, so'ngra dars qiling. Kimki ko'p dars qilsa, pul topishligi oson bo'ladi. Hamma rizqiga yarasha topadi. Lekin mana shu o'tirib pul topishlik ichida ham darsni yaxshi qilib, yaxshi tushungan odam pulni osonroq topadi. Shuning uchun hozirdan harakat qiling. Mana kurs sotib oldingiz, behuda pulingiz ketmasin, shunaqa ekan deb o'kiz vormang. Qiling darsni, 10 marta bo'lsa 10 marta qiling, nechta bo'lsa ham tashing. Faqatgina har xil ko'yinlarni tashing. Biz ko'yinlarimizni qayerdan istaymiz desangiz, mana bu TradingView'ni o'rgatishdi, ishlashni o'rgatganmiz bitta videoda. Mana shu joyda uje nimalar ko'yinlarni izlasangiz bo'ladi. Mana shu joyga ko'yinning nomini yozib, Libboy ko'yinni menga analiz qilib, switchni analiz qilib tashlasangiz bo'ladi. Libboy ko'yin deganda bu faqatgina halollarini nazarda tutganman. Halollarini esa men tashlagan botdan tekshirib qilasiz. Hozirdan halol haromga yaxshi qarashni o'rganing, keyin ishingizda baraka bo'ladi va tekshirishlikni bilasiz. Uje siz ko'p narsadan xabaringiz bo'lib, tepaga qarab ketishlikka, ya'ni nima bo'ladi? Bozorga kirishlikka tayyor bo'lasiz. Bozor nima? Kurs tugagandan keyin. Vallohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.